Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 10 ayning 9 kuni chorshanba. Sizlarga burungi o'xshashlarmikin inazroqcha yangi ahvollarni yetkazib qo'yay deb o'tiraman hozir. Bizning yerda tushlikdan damlashdan foydalanib. Oldingi bir necha kun Uyg'urlar uchun yaxshi ishlar bo'ldi. Bo'libmi Amerika Uyg'urlar uchun rasmiy bir qism amaliy ishlarni başladı hazır. Onunki ikisini tilga alsak, mesela bir gün Amerika hükümeti Şarkı Türkistan'daki 28 şirket ve idarelerini kara tizimlikka kirgizdi. Bu kara tizimlikka kirgizgenlerden birisi mallanmaslık, ikincisi olarak mal satmaslık müstahak neslini belirledi bular. Bunun için de kıymeti çoğunrakı ulardan mallanmaslık. Mesela şu an içinde şu Amerika'daki Costco degen bir çoğun zincirsiman dükkan var. Şula ballarını yıklayan kimine kirip diken ahırkı dedim. Nasıl bunu işleyen şirket şu kartısının içi diken. Tüm gün bu işine haber tapkan diken Amerika'daki nurgun kişiler şu Costco ile alakalaşıp hazır o mallarını dükkandan çıkarıp da anladım. Bunun bir hoş haber bilen bir kısım çoğun şehirlerde şu Costco'nun altında namayiş bu adı da hazır. Bu işlemin oldu. Bu bir yaxşı taraf beğendi. Yani birisi Amerika hükümeti Xitay'daki bir kısım devlet ve hükümet amaldarlarına vize vermesini karar kıldı. Bu hükümet ularga vize vermesindeki sebebi Uygurlarınki şu Uygur Katarlık Türkiye milletler üstünden ilip bervatkan kırınçılık siyaseti tüpeyledim başta kıldı. Bunun şeyi hatta cöndücü azaları siyasi political bureau azalarının sınırı varken şuna kilit gelmiştin şeyi. Çünkü olanınki bunun diken Amerika'ya kilit şeyi tosul ekenlendi. Başta bu başka buna yaxşılar oldu. Yine yaxşılar var ki asasda oturup çıktı bu. Ben onu vakti gelgen çağda sizlerge deymen. Azıcık değişiklik acıt yok. Andi bugün mine asaslık toxtuluğunu mine şu zaten Uygurlardan qanchalik adam tutuldu degan mesele üstüde toxtalmoqchi. Bununki nima uchun bu mesele toxtalman hozir sal turib aylanishidi. O'tgan yil 1-ayning 20 kuni, ya'ni 2018 yili 1-ayning 20 kuni chet eldagi Mashal Uyg'ur gruppasi degan bir Uyg'urlar gruppasi 8 xil tilda bir murojaatnoma chiqargan. Şu murojaatnomada tutilgan Uyg'urlarning soni 1 milliondan oshadi dedi. Ana şu murojaatnomada deyishicha, ular bu murojaatnomani vatandan egallagan bevosita uchurga asosan chiqargan ekan, yozgan ekanda tutilgan Uyg'urlarning soni 1 milliondan oshadi. Lagerga solingan Uyg'urlarning soni da. Hazır endi 2018 yılı 20 yanvardan bugüngacha 1 yıl 9 ay ötdi. Şuna aştaq turupmu Şarkı Türkistan'da lagerga kirib ketib qolganlarniki ayg'i üzülmedi. Xitoy hükümeti asosiyatini Uyg'urlarni qo'yib bermadi, ammo akirishni izchil turda davomlashtirib kelyotdi. Aştaq to'simi hozir matbuotlarda hükümet amaldorlari va xalq tashkilotniki başları yakka vaxtıda Uygurlardan 1 milyondan artıq nüfus ceza lageriga sulandı deyilib atıdı. Bu san intayin hata. Hazır biz o devrden ütüp kettik allaqachon. Bu vaqt o'tgan qatimga to'xtalgandim. Buni yana bir qatim ta'kidlab qo'ymoqchi. Bu jihatda hammamizniki kalisidan aniq bo'lish kerak. Zaten biz qanchalik Uygurlarni ayrilib qoldik hozir. Ular nerede degan masala to'g'riliq. Ben o'tgan yil, bu yilniki 2-ayning 9 kuni San Diego degan shaharda, Kaliforniyaniki shu Amerikaliklarga litsiya so'zlagan vaqtimda shu hozir qadar e'lon qilingan sonlarga asosan hammani jamlab men lagerga sulangan Uyg'urlarniki soni kam deganda 3,7 milliondan oshadi deb yakun chiqargan. Hozir şu meşhur liksiya so'zlagan varaqni bazı aldığımda başına qarab turib so'zladim hemen. Bu 2-aylik gap bu. Anadan keyin
Ben bu yıl 6. ayındaki 25. günü İngilizce yazgan kısa haberde şu vatandın kelgen 3 basqıçda Uygurlarni qanday qilib 3 basqıçta bilib tutqanligi haqidagi uchurlarga asosan tutilib ketgan Uygurlarning soni 6 milliondan oshadi degan yakuni degan. Bumi vatandan kelgan uchurlarga asosan yaklab chiqargan narsa, hisoblab chiqargan narsa 6 milliondan ko'p. Endi ashta bo'lishi qaramay hozir yana bu xalqarada Uyg'urlarning Uygurlarning soni 1 milliondan oshadi degan gap ko'p deyilyotdi. Mayli Uygurlarning og'zida bo'lsin yoki chet ellarning og'zida bo'lsin o'xshash. Bu ahvol biz uchun bir ichinishli ahvol. Buning o'zi bir fojia. Amaliyotda bizniki yo'qotgan odamlarimiz bundan ko'p. Hozir endi bu birisi namoyish bo'lgan chog'da kamplarda qolsin deb shu yerda olyapmiz yoki shuni talab qilyapmiz biz. Xitoyga besim ishlatib kampni taqizib o'taylik deb. Hozir vatanda bir intayin cho'ng o'zgarish bo'lyapti yaqin yoqi. U nima desanglar, bir qism lagerlarni zavodga o'zgartiryapti. Lagerdagi kishilarniki ko'pinchisini bularga kesib turmalarga yo'tkab akatdi. Yaqinda bir videoni ko'rdik. Ko'rildi bo'lgan 2018 yil 8-oyda bo'lgan ish ekan. Uningda bu yerda mahbuslar deb Xitoylar uni mahbuslar deb aqlidi. Amaliyotda ashlar lagerdagilarni o'zgartgan odamlar bor. Lagerdan turma yo'tkagan odamlar bor. Ashlar kimni kaydirib bir kunda 500 odamga kesib bir lagerning o'zida. Ashlar qilib lagerdan turma o'zgartayotgan odamlar bor. Shu bularni yo'tkavyotdi. Hozirgi gap bu odamlar nada? Hozir masalan lager zavodlarga o'zgartiryapti. Bu to'g'ri yaqin uchur keldi. Lager zavodga o'zgaryapti. Hozir agar vatanga berib tashvisa lagerdagi Uyg'urlar soni cho'qim 1 million chiqishi mumkin. Qoldirni ketdi. Men buni izchil deb keldim, yurkab ketib bordi deb. Yaqinda torga bir narsa chiqdi. Men bu torning adresini shu videoni ostida yozib qo'yman dedi. Nimeniki Sichuan o'lkasiniki Changchuan degan bir yerida 13 millat yashaydi. Buning ichida Uyg'urlar bor deb bir maqola chiqdi. Birinchi oktyabr munosabati bilan. Bu intayin yaqinqi maqola, yangi maqola, necha kun oldinlangan. Bu Sichuan o'lkasiniki Changchuan degan yerda Uyg'urlarni ish qildi. Burun ishkirda undaq Uyg'urlar yashaydigan undaq mahalla bobi boqqan emas. Hozir bu paydo bo'lyapti. Buniki Uyg'urlarniki nega yurtilib ketganligi bilan munosabati bor bu ishniki. Shunga bu biz alayda diqqat qilish kerak ish bo'libmi? Biz buningdan shu BDT, Yevropa Birligi, xalqaro tashkilot va boshqa chet el hukumatlarga talab qilyapmizda talabimiz aniq bo'lishi kerak. Hozirgi ahvol to'g'riliq bizda to'g'ri mo'lchar bo'lishi kerak. Shunga biz endi 1 million degan gapni takrorlamasak bo'lmaydi. Ve demek çoğunum. Ben abetin degan maqalani şu maqalanın adresini videonun asıl yazıp koymayı. Onunki nima ekan? Sichuan Beichuan deydi. Sichuan Beichuan degan. Sichuan o'lkasidagi Beichuan degan yezisida 13 millat yashaydi. Deb 13 millatning ichida Uyg'urlar bor. Bu nereden kelgan ahvol bu? Qanday qilib Sichuanda Uyg'urlar yashagan bo'lib qoldi? Shunga hozir ishkirlarga jiqadamga ketib qolganligini bilamiz. Ularniki bir qismi turmada. Bo'libmi ishga a'zolari puldiga odamlarni o'ltirmay, maxfiy turmada saqlayotdi bular. Yana qolganlarchi hozir 5 milliondan ortiq Uyg'urlar saqlangan bo'lsa, qolgan Uyg'urlar ketdi. Sharq Turkistonda izlasa hozir lagerga odamlarning soni 1 milliondan oshmaydi. Andikin ben o'tgan gaplardagi videoning ostiga bir rasm chiqarib qo'ydim. O resimni Xitoy hukumati ishlagan rasm. Uningda Uyg'urlarniki tarqalish ahvoli yozilgan o rasmga. Uyg'urlarniki ko'pinchisi Qashqa, Xotan, Aqsuv taraflarda. Bu Qashqa, Xotanda eng ko'p. Men o'tgangi bir videoda dedim, Qashqa va Xotanda tutilgan Uyg'urlarning soni eng ko'p. Bo'libmi 15 yoshdan 55 yoshga bo'lgan erlarniki 70%dan ortiq tutilib ketdi deb. Agar nüfus bo'yicha hisoblasak, bularning soni pek ko'p. 5 milliondan oshadi. Shunga bu hammasi hozir bir yerdan chiqyapti, lekin biz buni undan ifodalayolmayapmiz. O'zimizdagi faoliyatlarda, mashg'ulot qilishlarimizni undan ifodalayolmayapmiz.
bugungi mana bu videoni ishlashdagi asosli sababim shu. Mening bir yaqin do'stim yaqinda bir maqola yozdi. Men maqolani o'zimniki ma'rifat to'riga qo'yib qo'ydim. Uni mana shu videoning ostiga yozib qo'yman adresini. Hozir shu chet elliklarga kurashayotgan, faoliyat elayotgan Uyg'ur qarindoshlarimning hammasi bir o'qib baqsanglar. Bu bir ilmiy maqola. Shu yaqinda e'lon qilingan uchurlarga, axborot uchurlariga asosan yozib chiqilgan. Uningda ko'rsatilgani Uyg'urlarniki sulangan Uyg'urlarning soni 4 milyon 200 mingdan 5 milyon 400 minggacha bordi deb xulosa chiqadi. Bunun asosi bor. Bu salazlardan nereden geldi? Şimdi bir o'qib baqqan bo'lsanglar. Andan keyin bu Sharq Turkistondagi lager, ishkirga o'tkash, ishkirga turma, o'ltirish, buningdan boshqa hozir endi Uyg'urcha kiyim kiyib olgan Xitoy millati paydo bo'lyotdi bizim vatanda. Mana necha kun oldin kelgan uchurda hozir bu yil Urumchiga intayin ko'p sayohatchilar kelibdi. Dunyoning har qaysi yerlaridan va Xitoylardan. Hozir Urumchidagi shu bozorda her kunisi usul oynab uyum koyduğun kişiler varken. Bular asasen Xitay Uygurca kiyini varken. Ama Xitay'dan öğrenilgen Uygurlar payda boğatıdı bizim vatanda. Bizimki ma yuqab ketgan adamların sani to'ldirish uchun. Buni men o'tgan qatimda dedim, buni qayta ta'kidlayman. Endi abenki do'stimniki maqolasiga kelsak, o maqoldan nima debdi desanglar, o'tganda bir jadvalni biz inglizchaga, turkchaga boshqa tillarga tarjima qilgan. O jadvalniki xitoycha ismi Rinko Shinshi Sayjibiyo deydi. Bu 2017 yilgachilik bizim vatandagi nupslarni tizimlash bir jadvali. Bu jadvalni shu ayni vaqtda bular intan qattiq qo'llangan. Sharq Turkistondagi bütün Uyg'urlardan mush jadvalni to'ldirib, o'zining oila uchurini yo'llashni talab qilgan bu jadvalda. Bu jadvalda shuni to'ldirib bo'lgandan keyin Xitoy hukumati tuvandagidek odamlarni jazolarga sulgan. Shu jadvalga asosan bu jadvalni intayin cho'ng tahdid bilan to'ldirgan Uyg'urlarga. Agar to'g'ri to'ldirmasang, turma kirsan, to'g'ri to'ldirmasang, anaqamiz bunaqamiz deb qo'rqitib yurib, shuning bilan buni to'g'ri to'ldirsang kamchilik qilamiz degandek. Uyg'urlar buni aktiv to'ldirgandan keyin tuvandagidek 10 xil odamlarni lagerga kirib ketgan. Birincisi 15 yaşdan 55 yaşgacha, ikincisi milleti Uyg'ur, üçüncüsü xizmeti yo'q, to'rtinchisi pasporti bor, beshinchisi har kuni namoz o'qiydigan, oltinchisi dindan ta'limoti bor, yettinchisi 26 davlatga berib boqqan, sakkizinchisi chet elga chiqib boqqan, to'qqizinchisi uyida bolalari maktabdan chekinganlar, o'ninchisi mashinasi borlar. Mashtaq 10 xil Uyg'urlarni tutgan bo'lar. Endi mushu 10 xil bo'yicha tutsa qancha Uyg'urlarni tutadi? Haligi do'stimniki maqolasida mush narsa o'tirib qo'yilgan. Nima Xinjiang statistika idorasiniki yaqin e'lon qilgan bir sonida Sharqiy Turkistondagi umumiy nüfusniki bir oiladagi o'rtacha odam soni 3,26 ekan. Bunun ichida Uyg'urlarniki nüfus soni 4,1 adam. Bir ailede 4,1 adam. O'tri hisob bilan. Ashta to'g'ri kelgan. Endi hozirga qadar Xitoylarniki eng oxirgi e'lon qilgan Uyg'urlarning nüfusi 2015-yildagi tekshirishdan kelib chiqqan. Uning soni 11,3 milyon. Bu sonni Xitoylar 2017-yilda bir necha qatim tilga bergan. Bir yerlarga chiqarib bergan 2017-yilda. 11,3 milyonda, 11 milyon 300 mingda. Undan keyin bu sonda o'zgarish bo'lmadi. Hozir 2017-yildan keyin Uyg'urlarniki nüfus to'g'riliq hech qanday uchur chiqmaydi hozir. Hech narsa yo'q. Uyg'urlarning nüfusini demaydigan bo'ldi hozir. Butun Xitoy bo'yicha. Endi agar biz Xitoyniki sonini aynan ishlatsak, 11 milyon 300 ming nüfusni ailelerge bölsek, 4,1 adam bada bölsek,
bu öyünün Uyghur ailesindeki sani 2 milyon 825 ming bo'lib chiqadi. 2 milyon 825 ming aile, Uyghur ailesi. Endi AB'ki muş ailede AB'ki 10 şartga to'shilganlardan qancha adam chiqadi deb. Jami 4 adam bor bir aile. Aşağıda qancha adam AB'nin degan 10 şartniki birisi chiqib qoldi deb hisoblab baksanız. Bunda bu yerda bir faraz qilish to'g'ri keladi. Masalan, bir ailedan bir adam, bir 20 adam, 2 adam, 20 adam. Aşağı 10 şartniki birisi tushdi deb hisoblasangiz, bir son erishsiz. Tutilgan adamlarning soni. Endi odatda statistikasının qoidasi bo'yicha en küçük son bilan eng cho'ng sonni chiqarib etib o'tirdikini hisoblaydi, ishlatadi. Masalan, en kichigi agar bir oilada bir adam tutilgan desangiz 2 milyon 825 milyon chiqadi. Agar bir oilada 2,5 dan adam tutildi desangiz 7 milyon adam tutilgan bo'ladi. Lekin bu ikkisini chiqarib etib bir oilada 1,5 milyon adam 1,5 dan adam tutilgan desangiz tutilgan adamning soni 4 milyon 238 ming bo'lib chiqadi. Agar bir oilada tutilgan adamning soni 2 desangiz tutilgan adamning soni 5 milyon 650 ming bo'lib chiqadi. 5 milyon 650 ming adam tutildi dedi. Shunga bu inimiz şu bütün Xitoylar e'lon qilgan sonlarga asosan mushtaq bir statistika usuli qo'llanib hisoblab chiqqan son ma'lum. Bu son men abaydan deb kelgan qolgan sonlar bilan birdek chiqadi. Boshqa usullar bilan hisoblansa. Men izchil turda tutilgan ularning soni 5 milliondan ko'p deb keldim. Abaydan men yemir usuli bilan hisoblagan chog'da 6 milliondan oshganligini dedim. Shunga men bu maqolani bek tafsil desam videoga to'g'ri uyg'un emas bu. Qaymoq chiqib chiqdi. Shunga maqolani yo'q sifatga yozilgan men to'betimni chiqarib qo'ydim. Bo'lsa o'qib baqsanglar. O'qib o'zingizlar bir tahlil qilib baqsanglar. Shunga bu yerda men xulosalaydiganim tutilgan hozir qadar tutilib yo'qolib ketgan Uyg'urlarning soni 5 milliondan oshadi. 1 million emas. Bu 1 million degan gap 2018-yili 1-oyning 20-kuni tunji qatim Mashal Uyg'ur guruhi tarafidan o'tirib qo'yilgan. Hazır bir yıl 9 ay oldu. Ondan keyin Xitoylar bunu adamdan tutuşunu to'xtatmoqqa yeri yo'q. Shunga biz bu chet ellarga, chet el hukumatlarga BDT, Yevropa Birligiga qilgan vaqtimizda so'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Mushu masalada. Shunga bizniki Xitoylarga qo'yadigan talabimiz lagerlar taqalsin emas. Hozir lagerlar taqalsa yani bizim vatanga berib tashvishsa, masalan, xalqaro tashkilotdan berib, lagerga adam soni 1 million chiqishi mumkin. Lekin bizda yo'qolgan adam 5 milliondan oshadi. Shunga biz Xitoyga kelgan vaqtimizda 5 milliondan ko'p Uyg'urlar ne ketdi deb so'rashimiz kerak. Nima bo'ldi 5 milliondan ortiq Uyg'urlarga? Nima uchun bu 2015-yilda sen 11 milyon 300 ming deb e'lon qilib, hozir to'xtatilgankin Uyg'urlarning qisi 6 million 7 million chiqib qoldi. Ular ne ketdi deb so'rash kerak. Xitoy hukumatining. Bu gapni xalqaroga o'xshash deyish kerak. Xalqaroga bizga qilgan vaqtida 5 milliondan ortiq Uyg'urlarga nima bo'lganini aniqlab bersin deyil. Nima bo'ldi 5 milliondan ortiq Uyg'urlarga? Ne ketdi Uyg'urlar? Degan narsani aniqlab bersin deyil. Bizim shuarimiz ashtaq bo'lsin. Ondan keyin men abaydan degandek, inimiz yozgan maqolaniki to'g'ri adresini chiqarib qo'yman. Ondan keyin abat qilgan murojaatnomaniki adresini to'g'ri chiqarib qo'yman. Uni ko'p baqsanglar bo'ladi. Bu jihatda chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilar bizning gapimiz bir yerdan chiqishi kerak. 5 odam 5 xil gap qilsak, bizningki xalqimizga ishonmaydi. Credibility bo'lmaydi bizda. Cho'qim bu jihatda cho'qim birlikka kirishimiz kerak. Men buni ko'p ta'kidlayapman. Bu qatim yana bir ta'kidlab qo'ygan bor. Shunga buguncha shunchalik so'zlay. Yamir qatim ko'rishishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.